Assalomu alaykum o'rtoqlar. Hozirgi darsligimizda siz bilan Steam akkauntiga BMG Drive ni to'g'ri sotib olishni o'rganamiz. Buning uchun biza qidiruv joyiga BMG deb yozib olishimiz kerak. BMG deb yozib olganingizdan keyin mana shu joyda tanlaysiz va shu joyda biroz boshqacharoq narsa chiqadi. Hozir men sizga boshqa o'yin misolida ko'rsataman, chunki men bu o'yinni oldin sotib olganman. Shuning uchun menda qaytadan $10 ga sotib olish imkoniyati yo'q. Shuning uchun men boshqa o'yin misolida ko'rsataman. Siz BMG Drive ga xuddi shu o'yinni qanday tortgan bo'lsam, shunday torta olishingiz mumkin. Mana shunday holatda chiqadi sizda. Ba'zi bir holatlarda aksiyaga uchragan bo'lishi mumkin. Demak, buni asl narxi $6 bo'lgan. Hozir aksiyaga tushgan. Men shunchaki keraksiz o'yinni sizlarga o'yinni qanday tortib olishni o'rgatish maqsadida sotib olmoqchiman. Buning uchun korzinka bo'limini bosamiz. Korzinka bo'limiga bosganimizdan keyin bizda mana shunday joy chiqadi. Продолжить покупкani bosadigan bo'lsak, bizda to'g'ridan to'g'ri sotib olishni boshlaydi. Agar открыть korzinkani bosadigan bo'lsak, bizda bir nechta o'yinlarni bir vaqt o'zida sotib olsak ham bo'ladi. Mana shular ro'yxati chiqadi. Xo'p, mana hozir bu bitta o'yin korzinkada turibdi. Agar men 2-3 ta o'yin qiladigan bo'lsam, bularni hammasini korzinkaga tashab qo'yadi. И men продолжить покупка qilganimda nima deymiz? Hamma o'yinlarni tortib olish mumkin. Shuning uchun korzinkamda bitta o'yin turibdi. Shuni bosaman. Menda hozir mana bu yerda to'lanish kerak bo'lgan joyi 0.62 turibdi. Bu yoqda yana bitta narsa bor, e'tibor qaratishingiz kerak. Mana shu joyda dile mo'y akkaunt degan narsani tanlab qo'yishingiz kerak. Agar siz o'zingiz akkauntingiz uchun sotib olgan bo'lsangiz, agar ikkinchi akkauntingizga sotib olmoqchi bo'lsangiz buni tanlaysiz yoki podarkaga kimgadir podarka qilib jo'natmoqchi bo'lsangiz bu yo'li ham bor. Misol uchun o'rtog'ingizga yoki tanishingizga sotib olib bermoqchi bo'lsangiz Steam akkauntiga mana shuni bosak ham bo'ladi. Agar buni bosadigan bo'lsak, bizga bir ikkita qo'shimcha joylar kerak bo'ladi. Ya'ni uni akkauntning loginlarini kiritishimiz kerak bo'ladi. Parol shart emas, atak loginning o'zini kiritishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun mo'y akkauntda bosganimiz eng tinchi va eng xavfsiz hisoblanadi. Shuning uchun mo'y akkauntda bosib продолжить покупкani bosamiz. Xo'p, bizda keyingi oyna. Hop, boshqa joyga o'tib ketdi shekilli. Hozir yana korzinka, tepada korzinka bo'lim bor. Korzinka bo'limiga o'tamiz. Va shu joydan перейти оплата tugmasini bosamiz. Bosganimizdan keyin bizda tasdiqlaymiz. Mana shu joyda qonun qoidalariga amal qilishni tasdiqlab qo'yamizda hamda купить tugmasini bosamiz. Shotimdan pul yechildi, ko'rgan bo'lsangiz, bizda уже magazinga qaytadigan bo'lsak, bu o'yin sotib olindi. Qaraydigan bo'lsak, mana pulni ko'rsatib turadi, lekin bizda уже o'yin sotib olingan. Mana igratni bosadigan bo'lsam, уже menda tortish uchun disk so'rayapti. Buni ham to'g'ri tanlab olsak bo'ladi. Bizda qarang, kompyuterimizda nechta disk bor? Sizda agar mana shu 3 ta disk ham ko'rinmayotgan bo'lsa, настройка bo'limidan mana shu joydan xotira bo'limidan biz o'zimizga kerakli bo'lgan xotirani qo'shib olishimiz kerak. Buning uchun mana bu joyda strelkani bosamiz va добавить diskka bosib, o'zimizga kerakli bo'lgan diskka qaysi xotiramizda joy ko'proq bo'ladigan bo'lsa, o'shani bosib tanlab qo'yamizda. Hamda bitta akkaunt tanlagan xotiramizni tanlagandan keyin bu joyda skachat qilish boshlaydi. Уже skachat qilinadi o'yin. Shu bilan o'yin tortib olasiz, уже o'yin to'g'ridan to'g'ri ishga tushadi. Hozir sizga mayli o'sha o'yinni ham tortishni ko'rsataman. Mana men D diskka tanlayman. Tanlaganimdan keyin hop bo'ldi. Bu aniq qo'shish edi, xotira qo'shish edi. Endi men buni igratda bosadigan bo'lsam, men shunchaki xotirani tanlayman. Menda C disk yulduzcha bo'lib qolgan. O C diskka tortadi ko'p narsa. Men bunisini D diskka ustanovkani bitta bosadigan bo'lsam, menda уже pastda mana zagorishga ketdi. Bu narsa 100% bo'ladi. Ikkinchi marta ham 100% bo'lishi kerak. Ikkinchisida buni qanaqadir qo'shimcha funksiyalari, obnovleniyaga o'xshagan narsalari bo'ladi. O'sha narsani ham to'liq tortib olish kerak bo'ladi. Ikkalasini to'liq tortib olgandan keyin biz уже o'yinga kirib, o'yindan foydalansak bo'ladi.